Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan bo'g'im kasalliklari bilan kasallangan bemorlarga ishlatiladigan dori vositalarimiz to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Endi hozirgi kunda bo'g'im kasalliklari tobora ortib bormoqda. Endi bo'g'im kasalliklari sababi turlicha. Endi bo'g'im kasalliklari qaysi tizim shikastlanishi, ya'ni nutq pog'onasimi yo bo'lmasam harakat tizimi, qo'l-oyoqlar tizimi, bo'g'imlari shikastlanishimi, shuni farqlab olishimiz kerak. Undan tashqari artroz holatimi, artrit holatimi, osteoxondroz holatimi, shunga o'xshagan bir qancha holatlarni aniqlashtirib olishimiz kerak. Shunga qarab turib bir qancha dori vositalarimiz bor. Shu dori vositalarimiz bilan sizlar bilan tanishib ketamiz. Birinchi dori vositamiz bu nosteroid yallig'lanishiga qarshi dori vositasi. Bu dori vositalari tabletka ko'rinishda, mas ko'rinishda, inyeksiya ko'rinishda ishlatiladi. Endi bunga qanaqa dori vositalar kiradi deydigan bo'lsak, endi bu ham o'z navbatida bo'linib ketadi. So'g 1 hamda so'g 2 ga ta'sir qiluvchi dori vositalarimiz. Endi bu dori vositalarimizga diklofenak, ketoprofen, dexketroprofen, bo'lmasam tenaxkam, melaxkam, shunga o'xshagan bir qancha tabletkalar hamda ukollari hamda mazlari ko'rinishda ishlab chiqariladi. Endi bemorni holatidan kelib chiqib turib, mas ko'rinishda ham, inyeksiya ko'rinishda ham foydalanishimiz mumkin. Undan tashqari steroid yallig'lanishiga qarshi dori vositasi, ya'ni gormonal dori vositalarimiz. Endi bu ham ishlatiladi. Bularga deksametazon, prednizolon, metilprednizolon, gidrokortizon dori vositalari hisoblanadi. Endi birinchi dori vositamizga keladigan bo'lsak, bu og'riq qoldiradi, yallig'lanishga hamda shishlarni qaytarishga yordam beradi. Kasallikni fonini pasaytirishga hamda kasallikni remissiyaga tushirishga yordam beradi. Endi bu gormonal dori vositalarimiz ham xuddi shunga o'xshagan bir qancha bo'g'im kasalliklarida ishlatiladigan dori vositasi. Bu gormonal dori vositasi ham bemorlarda og'riq qoldirishga, yallig'lanishga hamda shishlarni pasaytirib berishga yordam beradigan dori vositalarimiz hisoblanadi. Undan tashqari vitamin komplekslar ishlatamiz. Vitamin komplekslardan vitamin B1, B6, B12 shunga o'xshagan vitamin gruppalari. Bu ham shu bo'g'imlarda kechadigan moddalar almashuv prosesini yaxshilab berish hamda moddalar almashuv prosesi tiklanish hisobiga yallig'lanish prosesini pasaytirishga qaratilgan bo'ladi. Undan tashqari xondroprotektorlar bu osteoxondroz yo bo'lmasam deformatsiyalovchi osteoartroz bilan kechganda bemorlarga shu bo'g'imni yaxshilashda, tog'ay qismini yaxshilashga hamda tog'ay qismini qayta tiklashga qaratilgan dori vositalarimiz. Bularga teraflex bo'lishi mumkin, xondro bo'lishi mumkin, atra bo'lishi mumkin. Uni tarkibi xondratin bilan glukazamid hisoblanadi. Undan tashqari alfa-lutoplar ham bo'lishi mumkin. Bu alfa-lutoplar ham yaxshi xondroprotektor dori vositasi hisoblanadi. Undan tashqari rumalon dori vositasi ham bo'lishi mumkin. Bular o'sha bo'g'im sistemasidagi tog'ayni qayta tiklashga hamda tog'ayni rag'batlantirib berishga yordam beradigan dori vositasi hisoblanadi. Undan tashqari biostimulyator gruppamiz bor. Biostimulyator gruppamiz bo'g'imda yallig'lanish prosesi, shish proseslarini hamda moddalar almashinuvini yaxshilab beradigan dori vositalar. Bularga aloylidazza, stekloinitela dori vositalarimiz ko'p ishlatiladiganlari hisoblanadi. Undan tashqari bo'g'imdagi qon tomirlaridagi qon aylanishini yaxshilagani angioprotektor dori vositalarimiz bor. Bu angioprotektor dori vositalarimizga Trental, nikotin kislota, ellizin dori vositalari kiradi. Bular shu bo'g'imdagi qon aylanishini yaxshilab beradi hamda qon tomirlarini kengaytirib, qon bilan ta'minlanishni yaxshi beradigan hamda shishiqlarni qaytarib beradigan dori vositalarimiz hisoblanadi. Undan tashqari bemorlarda og'riq kuchli bo'lib, og'riq qolmaganda biz antikonvulsantlar, ya'ni tutqanoqqa qarshi ta'sir qiluvchi dori vositalar ishlatamiz. Bular markaziy ta'sir ko'rsatadi hamda og'riq sindromini bartaraf qilishda yordam beruvchi dori vositamiz. Bularga karbamazepin, tebantin, konvulex, depakin shunga o'xshagan bir qancha dori vositalari bor. Shu dori vositalarni ishlatadigan bo'lsak, bemorlarni holatini yaxshilashga, kasalligini remissiyaga tushirishga hamda og'riqlarini yengillashtirishga yordam beruvchi dori vositalarimiz